iPhone. Aytchi, dunyodagi eng go'zal, eng aqlli, eng dono kim bu dunyoda? Deydiganlar ham bor oramizda, to'g'rimi? Nima uchun men o'z so'zimni bu shaklda boshladim? Sababi biz kamera qarshisida ishlaganimizda profilimizni topib olishimiz kerak. Ya'ni profil degani bu siz kamera qarshisida qanday turishingiz holati. Bu tarafdan qaraganingizda boshqacharoq ko'rinasiz yoki bu tarafdan qaraganingizda umuman aksi bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz birinchi navbatda o'z profilimizni topib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Oyna qarshisida turib, biror bir mavzuda gapirishni boshlaysiz. Bu holatda va bu holatda qaysi biri ko'zingizga chiroyliroq ko'rinadi? Chiroyliroq ko'ringan tarafi sizni profilingiz hisoblanadi va kamera qarshisiga chiqib gapirganingizda ana shu holatda turib olishingiz kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, men bu tarafi bilan sizga hozir murojaat qilyapman.